Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashinaga signalizatsiya qo'yib berdik. Zavodashchilar bilan qilib berdik. Mana mashinamiz zavod bo'ldi. Bu mashinamizga elektr apparatlarni yig'ib berdik, motorni yaksaklarni yig'ib berdik. Mana ko'rsatib o'tamiz. Ketgan simlarni alishtirib, o'zini zavod holatida qilib qo'ydik simlarni. Bu mashinamizga injektor qo'yilgan bu mashinaga. Mana holatni ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamizga stikli podyomni qo'yib berdik. 4 ta eshigiga 4 ta stikli podyomni qo'yib berdik. Tablolarni ishlatib berdik. Tablolar ishlayapti. Avariykalargacha yonib o'chyapti. Danni faralargacha ishlayapti. Mana tabloda magnitofonlar, antaralar, video registratorlargacha mana Malibu barlargacha hamma shu noqsili salon shinalar yonida. Tarkibgalarni hech bu mashinada mana. Ortiqcha simlar yo'q bu mashinamizda. O'yinlarni tushiramiz, mana ko'taramiz, mana tushiramiz. Mana taraflarni mana ko'tarib tushiryapti. Bu mashinamizda mana nari orqa oynalargacha ishlayapti. Tushyapti, mana ko'tarilyapti, mana tushyapti, ko'tarilyapti. Hamma shu noqsili salon shinalar ishlaydi. Bu mashinamizda signallar ishlayapti, mana susepaganlarga ishlatib qo'ydik, dvorniklargacha ishlayapti. Bu mashinamizda full variantda ishlatib berdik. Mana orqa faralar yonyapti, tormoz, nomer asli shinalargacha ishlayapti, avariykalargacha yonyapti. Eng kichkina joy mana, pushta bosib bagaj ochganlargacha ishlayapti. Bu bagajlarning orqasini to'g'rilab berdik, hamda qismlarni paratga qilib. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Eng kichkina joy nomer asli shinasi mashinamizda, hammasi yonyapti. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Mana motorni yaksaklar, suv sepaganlargacha, mana klemalargacha ponni mashinamizda full variantda yig'ildi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, ertasidan akkuratli, sifatli qilib elektr montajini ponni full variantda ishlatib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqinglar, sifatli xizmat ko'rsatib, akkuratli qilib beramiz. Bu videoni shunaqa retro suvorakilarga jo'natib qo'yinglar.